Assalomu alaykum. Bugungi brifingda Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanning 2024-yildagi faoliyat natijalari haqida ma'lumot beramiz. 2024-yilda Ombudsmanga O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, xorijiy davlatlar fuqarolari va ombudsmanlari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, jamoat tashkilotlari va boshqa yuridik shaxslardan 23422 ta murojaat kelib tushdi. Ularning 2747 tasi maxsus muassasalar, vaqtincha saqlash hibsxonalari, tergov hibsxonalari, jazoni ijro etish muassasalari, intizomiy qismlar, majburiy davolash muassasalaridagi shaxslardan va ularning vakillaridan yuborilgan. Ombudsmanga kelib tushgan murojaatlarning 32% ijtimoiy, 29% iqtisodiy, 17% shaxsiy huquq va erkinliklar, 14% murojaat etish huquqi, 1.4% ekologik huquqlar hamda 7% boshqa yo'nalishdagi murojaatlarni tashkil etadi. Murojaatlar viloyatlar kesimida aholi sonidan kelib chiqib tahlil qilinganda eng ko'p murojaatlar Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari va Toshkent shahriga to'g'ri keladi. Qayd etish lozimki, o'tgan yilda fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida ombudsman.uz mobil ilovasi ishga tushirildi. Unda vanadiy identifikatsiya tizimi orqali tez va oson ro'yxatdan o'tish, murojaat yuborish va javob xatlarini olish, onlayn maslahat va yangilik va statistik ma'lumotlardan xabardor bo'lish imkoniyati yaratilgan. Murojaatlar tahlili hamda monitoring tashriflari yakunlari bo'yicha parlament palatalariga 9 ta, Vazirlar Mahkamasiga 5 ta tahliliy ma'lumot, davlat organlari va tashkilotlari va sudlarga taqdimnoma, xulosa, da'vo arizasi, talabnoma shaklidagi 182 ta ta'sir choralari kiritilgan. Murojaatlarni ko'rib chiqish natijalariga ko'ra, ombudsman tomonidan fuqarolar manfaatida jami 4.12 milliard so'mdan ortiq mablag' undirildi. Shundan 1.83 milliard so'm ish haqi va mehnat munosabatlariga, 1.49 milliard so'mdan ortiq qarzdorlik kompensatsiya va boshqa huquqiy munosabatlarga to'g'ri keladi. Shuningdek, 409 million so'mga yaqin aliment to'lovlari undirilishi hamda ombudsman tavsiyasiga ko'ra 460.5 million so'mlik ijtimoiy yordam ajratilishi ta'minlandi. Ombudsman ko'magida fuqarolarning 85 million so'mlik noreal qarzdorligi bartaraf etildi. 64,5 million so'mlik ma'muriy jarimalar bekor qilindi. 33 nafar fuqaroning mehnat huquqlari tiklandi. 63 nafar shaxs ish bilan ta'minlandi. 12 ta holatda murojaatchilarning pensiya huquqlari tiklandi. Ombudsman ko'magida 20 nafarga yaqin fuqaroning mulk huquqlari tiklandi. Ombudsman murojaatiga asosan 120 nafarga yaqin ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqaroga yordam ko'rsatildi. Fuqarolar murojaatlarini o'rganish natijasida o'z faoliyatiga mas'uliyat bilan yondoshmagan qator davlat tashkilotlari va idoralari xodimlarining 67 nafariga hayfsan berildi. 8 nafar mas'ulga jarima qo'llanildi. 7 nafar mas'ul lavozimidan ozod etildi. 2 nafar mas'ul xatti-harakatlari baholanib ma'muriy sudga oshirildi. Ichki ishlar organlari tizimidagi 29 nafar xodimga hayfsan berildi. 13 nafar xodimga intizomiy choralar qo'llanildi. 6 nafari lavozimidan ozod etildi. Ombudsmanga yuborilgan murojaatlarni ko'rib chiqilishi natijasida fuqaro manfaatida 14 ta holatda jinoyat ishi qo'zg'atildi. 23 ta holatda jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etish haqidagi qarorlar bekor qilindi. 26 nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka tortildi. 2 ta holatda fuqaro manfaatida jinoyat ishi tugatildi. Ombudsmanning insonparvarlik tamoyilini qo'llash haqidagi murojaatiga asosan tegishli sudlar tomonidan 4 nafar ayblanuvchiga tanlangan ehtiyot chorasi yengilrog'iga o'zgartirildi. 4 nafar mahkum yashash hududiga yaqin koloniyaga o'tkazildi. 17 nafar mahkum va mahbuslarning oila a'zolariga moddiy va ijtimoiy ko'mak ajratilishiga ko'maklashildi. 32 nafar jazo muddatini o'tayotgan shaxslar maxsus tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ularning 18 nafari davolanish uchun kasalxonalarga joylashtirildi. Shuningdek, 2024-yilda qiynoqqa solish holatlarini oldini olish bo'yicha harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan yopiq muassasalarga 902 marotaba monitoring tashriflari amalga oshirildi va 10 mingdan ortiq mahkum bilan jamoaviy va 4835 nafari bilan yakka tartibda suhbatlashildi. Ombudsman boshchiligida harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan yopiq muassasalarga amalga oshirilgan monitoring tashriflaridan so'ng ombudsman tavsiyasiga ko'ra 23-son mahkumlar
uchun ixtisoslashgan kasalxona negizida 50 o'rinli ayollar bo'linmasi ochildi. Ombudsman Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Jazoni ijro etish departamenti tomonidan ruhiy holati buzilgan shaxslar uchun dispanser kuzatuv tartibini o'rnatish va mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxonada mahkumalarga tibbiy profilaktik xizmat ko'rsatish bo'yicha normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqilishi bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiyatosh tumanidagi eskirgan va antisanitar holatga kelgan narkologiya dispanseri qulay sharoitga ega binoga ko'chirildi. 50 Qal'a tumanidagi 2-son ruhiy asab kasalliklari dispanseri ta'mirlanib, uchrashuv xonalari va psixoterapiya xonasi tashkil etildi. Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Sirdaryo viloyatining Yangiyer, Surxondaryo viloyatining Sherobod, Qoraqalpog'iston Respublikasining Xo'jayli, Chimboy tumanlari va Jizzax viloyati vaqtincha saqlash hibsxonalarida joriy ta'mirlash ishlari olib borildi va kerakli buyumlar bilan ta'minlandi. Ombudsman tavsiyasiga asosan Toshkent viloyatidagi 1-sonli, Buxoro viloyatidagi 4-sonli, Xorazm viloyatidagi 11-sonli, Surxondaryo viloyatidagi 9-sonli tergov hibsxonalarida uzoq muddatli uchrashuv joylari tashkil etildi. Qashqadaryo viloyatidagi ba'zi vaqtincha saqlash hibsxonalarini qayta qurish 2025-yilga rejaga kiritildi. Monitoring tashriflarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish masalasida kiritilgan ta'sir choralari shaklidagi hujjatlar va tavsiyalar asosida 56 nafar xodimga hayfsan berildi. 2 nafar xodim jarimaga tortildi. 3 nafar xodim bilan mehnat shartnomasi bekor qilindi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Navoiy, Buxoro, Sirdaryo, Surxondaryo, Xorazm va Samarqand viloyatlaridagi 6000 nafarga yaqin mahkum va mahbuslar tor doiradagi shifokorlar tomonidan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Bizda hozircha shular, keyingi brifinglarda ombudsmanning 2025-yilga faoliyati haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.